Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qurbon oyixon, opajonim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog' bo'l, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Avvalambor opajonim, bugungi tavallud ayyomingiz payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik shodiyona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Qarshi olayotgan ulug' yoshingizga yana ham ko'p bora yoshlar qo'shilsin. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin deymiz opajon. Rahmat katta. Salomat bo'ling. Biz sizni opajonim ayni daqiqalarda Dil izhorim teleradio loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz hamda kamina ushbu loyihaning boshlovchisi Go'zalxon bilan jonli tarzda muloqotda bo'lib turibsiz opajon. Rahmat, xursandman. Biz ham baxtiyormiz. Bugungi shukronalik ayyomingiz, ro'zi Ramazon ayyomingiz hamda qolaversa sizni yaqinlashib kirib kelayotgan 8-mart ayyomingiz bilan sizni muborakbod etish, qutlash maqsadida loyihamizga bir yaqin insoningiz murojaat etgan. Va opajonim, sizga yetib ajoyib bo'lgan tabriklarni, unutilmas dil izhorlarni ham bizning loyihamizga yo'llab qolganlar. Nima deb o'ylaysiz sizningcha ushbu tabriklarni yaqinlaringiz orasidan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxminingiz bormi? Albatta bir yaqin insonlarimiz bo'lsa kerak. Aha. Aynan kimdan kutyapsiz? Bizning loyihamizga opajonim sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, qadrli, mehribon bo'lgan farzandlaringiz tomonidan albatta. Mehribon qizingiz Yulduzxon opamiz hamda qadrli, qadridan-da baland insoningiz albatta, yaqin insoningiz kuyovjoningiz Rustamjon akamiz va jamiki yaqinlaringiz, mehribonlaringiz bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan sizni muborakbod etib qolishdilar opajon. Rahmat. Salomat bo'ling. Mana shunday yaqinlaringiz, mehribonlaringiz uchun doimo o'zingizni ehtiyot qilib yurishingizni, hamisha yaratgan Allohimning panohida bo'lishingizni tilab qolamiz. Va ijozat bersangiz, mehribon qizingiz Yulduzxon opamiz tomonidan loyihamizga taqdim etilgan tabriklarni, tashakkur hamda dil izhorlarni sizning e'tiboringizga havola etsak maylimi? Ruxsat berasizmi opajon? Katta rahmat sizlarga ham. Ishlaringiz omad. Minnatdormiz. Umr uzoq bo'lsin, qo'shiqlarni bilan qo'sh chiqarsin, farzandlarni kamolini ko'rdirsin. Ilohim. Sizlarga ham omad tilayman, bayramlardan tabriklayman. Minnatdormiz, rahmat sizga ham. Unda biz sizga farzandingiz tomonidan loyihamizga kelgan ushbu tabriklarni o'qib eshittirishni boshladik. Diqqat qilasiz opajonim. Atirgulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqqa navolarim yo'q, mehringizdek davolarim yo'q, eng chiroyli gulimsiz ona. Assalomu alaykum. Men uchun aziz va qadrli bo'lgan volidam, suyanguchi qalqonim. Bugungi shukronalik kuningiz mana shu yorug' dunyolarga baxt bo'lib kelgan kuningiz muborak bo'lsin. Onajonim, men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bizning rohatimizni rohatlarda ko'rib yuring ilohim. Dunyodagi eng baxtli onalar qatorida bo'ling. Allohim sizni eng go'zal mukofotlari bilan siylasin. Siz bu dunyodagi eng mehribon ona, mehrda, muhabbatda, go'zallik, halollikda, shirin so'zda bir tonasiz. Sizning o'rningizni hech kim, hech qachon bosa olmaydi. Biz uchun doimo o'zingizni ehtiyot qiling. Inshaalloh barcha orzularingizga erishasiz. Sizdek onaning borligi mening eng katta baxtim, ulkan omadimdir. Boringizga ming shukr, borligingizga cheksiz tashakkurlarim bo'lsin. Yana bir bora bugungi unutilmas kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Boringiz baxt ekan, boringiz davlat. Sizdagi mehribon topmadim hech ham. Menga baxt tilaysiz omad. Baxtimga sog' bo'ling, jannatim onam. Har aytgan so'zingiz tillolarga teng. Gar men ozor cheksam ko'zingizda nam, duolar qilasiz saharlab turib, yolg'iz suyanganim, jannatim onam. Ko'rib shod bo'lasiz bir bor yuzimni, dardingizni ichga yutasiz har dam. Betob bo'lsangiz ham oylaysiz meni, farishtamiz
misoli jannatim onam. Allohga shukrki dunyoda borsiz. Vaqtida qadringiz bildimda onam. Ko'zlaringiz endi doim kuladi. Men sizni asrayman jannatim onam deya mana shunday ajoyib bo'lgan tabrik hamda tilaklarni bizning loyihamizga sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, qadrli mehribon bo'lgan qizingiz Yulduzxon opamiz hamda qadrli kuyovjoningiz Rustamjon akamiz va jamiki yaqin oila a'zolaringiz siz tomon yo'llab qolishibdilar opajon. Judayam xursandman. Salomat bo'ling. Opajonim ushbu o'rinda bizning suhbatimiz yozib olinmoqda. Mana shunday ajoyib tabriklarga javoban sizning ham mehribon farzandlaringizga aytar tilaklaringiz, qalb izhorlaringiz bo'lsa, marhamat. Farzandlarimni umri uzoq bo'lsin. Qizimga umri uzoq bo'lsin. Bolalariga bosh qo'ysin. Yo'lim ham sog' salomat bo'lsin. Ishlariga omad. Shu bilan birga sizlarga ham ishlaringga omad. Minnatdormiz. Rahmat sizga ham. Opajonim salomat bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin yana bir bora. Bugungi ulug' ayyomingiz, shukronalik shodiyona kuningiz hamda ro'za Ramazon ayyomingiz va yaqinlashib kirib kelayotgan 8-mart ayyomingiz bilan ham sizni barcha loyihamiz ijodkorlari tomonidan muborakbod etib qolamiz. Rahmat katta. Minnatdormiz. Rahmat sizga ham salomat bo'ling, kuningiz mazmunli o'tsin ilohim. Rahmat.